O'zini g'alati tutadi deyapsiz. Nima u? Biror jinoyat qilib, keyin bizni litseyimizga kelib qolgan demoqchimisiz? Men hali jinoyat qilgan demadim. Ustozdan o'tmagan shogird deyishadi-ku. Tabriklayman. Rahmat aka, rahmat. Shunday davom et. Shunday degan. Shunaqa. Borsam, menga qarab turibdi. Ko'zlarini ko'rsang, kulging keladi, bora. Shunaqa kulgili vaziyatda. To'xta, bo'lib ketdi. Voy, Murod, nomard. To'xta. Hakam jo'ra, qo'y endi. To'xta deyapman senga. Seni deb 2 soat yugurdik. Jabaka ishlayapman o'rtoq. Yo'q aka. Lekin ey. Hey, o'zingiz boshinglar. Nima qilasan ey? Hozir kimdir ko'rsa kerak. Farosat. Seni deb hammamiz jazolandik. Faqat buni bizning do'konlarda sotmaydi. Bu juda ham qimmat dori. Agar buni mashq qilishdan oldin ichadigan bo'lsang, seni vajohatingni ko'rib Makrogravning o'zi 2 bukilib kelib salom beradi, ishon. Alo. Soat nechida? 11da? Kutaman. O'zim kutib olaman. Shu yerda kirish eshigida bo'laman. Xo'p bo'ladi. Hech qayerga ketmayman. Soat 12 gacha shu yerdaman. Xo'p. Bo'pti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat aka, nima xizmat? Shu yerda meni o'g'lim o'qiydi. Sharifi? Matniyozov, Jaloliddin. Jaloliddin. Xo'p, nima xizmat? Shu bir ko'rib chiqsam maylimi? Bo'ladimi, uka? Bugun ota-onalar ko'rishadigan kun emas. Ko'rishishga ruxsat beriladigan kun qachon? Yo, bitta yo'riqnomaga qarang aka. Yo'riqnomani ko'ring. Agar ruxsat bo'lsa kirgizib yuboramiz. Yo, to'g'ri tushuning aka. Yo'riqnomani ko'ring. Faqat o'sha kunda kirgizib olamiz. Boshqa iloji yo'qmi? Shu ayolim boring deb quloq miyamni yedi-da. Ya, to'g'ri endi aka, faqat belgilangan kunda kirgizib olamiz-da. Xo'p, rahmat. Ko'rishish kunida keling, kirgizib yuboramiz. Jalol, sen yaxshimisan? Og'riyapti. Hech narsa qilmaydi. Shunaqa bo'lish kerak ekan. Bu yigitchi osonlikcha jon bermas ekan, ha? Demak, razvedkaga borsa bo'ladi. To'g'ri. Muslim, sen haqiqiy o'rtoqning ishini qilding. Senga havasim keldi oshna. Baribir hamchi. Bularning hammasiga sen aybdorsan. Og'ir vaziyatga qo'yding, tushunyapsanmi? Buni kechirib bo'lmaydi. Bas qilinglar. Nimaga hadeb mayda-chuyda narsaga urushaverasanlar? Jonga tegdi-ku, ey. Sizlarni bilmadim-ku. Men buni shundayligicha qoldirmayman. Xo'sh, nima deysanlar endi? Tiz cho'kib uzr so'raymi? Shuni xohlayapsanlarmi? Yomon bo'lmasdi. Samarqandlik bolani tizza sorib qolmas. Muslim, yaraga tuz sepmagin. Ataylab qilmadim u axir. Ko'rdinglar, uxlab qoldim. To'g'ri, shu uxlab qolding. Ataylabdan qilmading. Endi buni yuvishing kerak. Hakim ham shuni xohlayapti. To'g'rimi, hakim? Shunday. Ey, kerak emas shu narsa. Sen jim tur, Jaloliddin. Aralashma. Mana bu kasofatni debchi. Nechinchi marta jazolanyapmiz? Bu birinchi marta emas. Uyquchiligini deb, ha? To'g'ri. Shaxsan men bu litsey taomlaridan to'ydim. Uyni tansiq taomlarini sog'indim. Sizlarda ham shunday bo'lsa kerak, ha? Sizlarni bilmadim-ku. Shaxsan meni bir chigal yozgim kelyapti. Tushunarli. Chigal yozdi. Unda menda zo'r fikr bor. Qani bolalar, buguncha kech tushgandan keyin hammamiz yotoqqa kelgan payt chigal yozdi bo'lsa, men bir joyga borib kelaman. Kechqurun asta oynadan tushaman-da, ana undan olib kelaman. Qalay, nima deysizlar? Zo'r bo'lardi, ha? Hech kim sezmaydi. Vзвод, Roslan. Erkin. Hurmatli polkovnik, litsey bo'yicha navbatchi serjant Azimov. Javobgar shaxs kim? Mayor Zokirov. Alo, Zokirov. Bugun sen javobgar shaxs ekansan. Hushyorroq bo'lib turgin.
Bo'pti. Menga har 3 soatda xabar berib turinglar. Xo'p bo'ladi. Bo'pti. Assalomu alaykum. Horma. Salomat bo'ling. Nima bu? To'g'ri. Faqat buni bizni do'konlarda sotmaydi. Bu juda ham qimmat dori. Agar buni mashq qilishdan oldin ichadigan bo'lsang, seni vajohatingni ko'rib Makrogravning o'zi 2 bukilib kelib salom beradi, ishon. Faqat sal qimmatroq joyi bor, ammo foydali. Aka, puldan xavotir olmang. Eng muhimi, ana u mushukni dadam oldilarda buzib tashlashdan bo'ldi. Boshqasi hech narsa emas. U nima bo'pti? Uni 2 karra 2 qilib tashlaysan. Sen kerak bo'lsa, dunyodagi eng zo'r jangchi bo'lishing mumkin. Ishon. Faqat harakat qilish kerak. Hop. Bas! Oshar tezlikni. Hop. Faqat sal ko'p ishlashing kerak. Bo'pti. Charchamang aka. Sog' bo'l. Yo'q, kelmaydi baribir ham. Keladi, sabr qilib. Keladi. Ko'rinmayapti-ku. O'zi yaqinda ketdi-yu. Kutaylik, keladi. Men ishonmayman-da. Men ishonaman. Men qara, o't yana bu yoqqa, o't, uxlayman. Mana bu uxlavordi, ko'ryapsanmi? Kallasi ishlaydi. O't, tur, joyingga o't. Olib keladi, hozir deyapman. Ishonmayman. Nari o't uxlayman deyapman senga. Bitta gap tushunasanmi? Keladi hozir. Ahmoq qilyapsizlar, ahmoq. Ana, Bolalar. qani keladi. Keldi, gap yo'q. Ma, Topib olinglar. qani chiq. Qali, Keladi dedim-ku. qarachi hech kim yo'qmi? Hech kim yo'q. Hammasi joyida. Oho. Men ham ko'ray, nima olib kelding? Voy nomard. Pivo ham ko'tarib kelibdi. Ey, Ana, bir ko'ray. ma. Hoppa. Ushla. Chigal yozdimida? Hakim, chigal yozdi bo'lsa, chigal yozdi-da, mana. Oh. Bu yerda ichish mumkin emas-ku. Qo'yaversang-chi. Qo'ymay qara. Qayerdan topib kelding? Topganingga qo'yli. Qulchi menga? Olaversalaring-chi. Bir olib kelding-a. Ochasanmi yo'qmi? Hayotning mazmuni-ku bu. Boshqacha, Olinglar qani? bu senlarga, u bizlarga, ha? Ha, yaxshi. Qancha sog'indim men bunaqa narsani, qancha sog'indim berchi. men. Ha, qo'y. Qo'y, bir bayram qilaylik. Yo'qol. Ha. Qani? Hoppa. Men. Jim, Ha, hakim. eshit. Eshtinglar, hakim nimadir demoqchi. Bitta qo'shiq aytaymi? Qani? Hakim toydan ashulla.
qoyil hakim qizida. Zo'r bo'lardi. Hakimdan eshitarkanmiz-da. Torimning ajab siri bor. Voydod. Siri bilan ta'siri bor. Qo'l izida ikki torim aydodey. Voydod. Birini chetsam biri bor. Biri kuylasa birining jo'r bo'ladigan siri bor. Biri kuylasa birining jo'r bo'ladigan siri bor. Mayor eshitib qoladi. Kim keldi? Kim bo'lishi mumkin? Mana ularni olamizmi? Yo'q. Hech kim ko'rmaganda kelyapti. Hech kim ko'rmaganda. Qani yig'laring. Tez bekitlaring. Bo'l, ichib ol, ich. Bo'la qolsangchi. Yo'qotish kerak Bo'la emas. qollaring. Ochaman hozir eshik. Tezroq bo'l, tezroq. Ochma. Senga pivo bo'lsa bo'ldi. Tezda senchi. Qani ko'tar. Hozir. Sekin. Bo'l. Sezdirib qo'yma. Ochinglar eshikni. Hozir. Buncha eshikni ochishing qiyin. Nima uxlab qoldinglarmi? Salomatlik tilayman, hurmatli mayor. Mayor ham shu yerdalar-ku. Nega aytmaysizlar, ey? Qani idish beringlar, sizga ham qo'yaymi? Og'zingni tiy. Saflan. Hali bunaqa qiliqlarimiz ham bor deylar. Ishongan guruhim, a? Bu nima ahvol? Mana shu qilgan ishing uchun o'qishdan haydalib ketishini bilasanmi? Ha, men ko'zimga qara yer chizmasdan. Qara suzilmasdan. Kimdan chiqqan fikr bu? Ha? Senlardan so'rayapman. Kimdan chiqqan fikr bu? Qaysing olib kirding? Aytmasalaring hammang haydalasan. Shu ondayoq ketasan. Hech bir istisnosiz bu yerdan daf bo'lasan. Bizni kechiring. Hammasiga men aybdorman. Bular aybdor emas. Bularni hammasini oldini olishim kerak edi. Men bularni ogohlantirgandim, lekin ular quloq solishmadi. Nima deb ogohlantirding? Ha? Sen bu gaping bilan qutulib qolmoqchimisan? Tiling bilan qaytar. Juda bo'lmasa qo'ling bilan qaytar. Yoki bo'lmasam, joningni tikib bo'lsa ham qaytarishing kerak edi. Chunki bu vazifang. Nafaqat vazifang, balki burching hamdir. Shu xonada turibsizlarmi? Shu havoda nafas olyapsizlarmi? Bir-biring uchun mas'ulsizlar. Eshityapsizlarmi? Hurmatli mayor. Bizni kechiring. Biz noto'g'ri ish qildik. Bolalar bilan uyimizni sog'ingandik. Shunga bilaman. Uylaringni sog'ingansizlar. Uyinglardan uzoqqa chiqmagansizlar. Lekin bir narsani yaxshilab bilib olinglar. Bu yer harbiy dargoh. Bu yerning o'zini tartib qoidasi bor. Bu yerdagi tartib hayot degani. Tartibni buzganlar qat'iy jazolanadi. boshqa qaytarilmaydi. Hurmatli mayor. Qaysi biringdan chiqqan fikr bu? Ha? Mendan. Sendan?
Unda seni jazolaymiz. Qolganlar jazodan qutulib qoladi. Qo'limdan keladigani faqat shu. Yo'q. U emas. Hammasiga men aybdorman. Men olib keldim. Hammasini men rejalashtirdim. Meni jazolang. Unda ikkalangni ham jazoga tortamiz. Hurmatli mayor. Bulardan aybi yo'q. Hammasiga men aybdorman. Bularni men to'xtatishim kerak edi. Meni ham jazolang. Hurmatli mayor. Bularni hammasiga men sababchi. Yigitlarni hammasini men majburladim. Bularni jazolamang. Meni jazolang. Hurmatli mayor, menda ham ayb bor. Ularni qaytara olmadim. Meni ham jazolang. Shunaqa denglar. Yaxshi. Xudo. Ho, hey, menga qara. Bugun seni deb yana bir marta jazo oldik. Yana bir marta jazolandik. Agar mana bunga qilgan ish uchun yuvib berasan demaganingda bunaqa bo'lmasdi. Men bunga ziyofat qilib bersin deganim yo'q, tushundingmi? To'g'ri, men aytdim. Chunki sen Murodga yopishib olding. Balki kechirarsan deb aytgandim shunga. Men Murodni uyquchiligi sabab jazo olish jonimga tegdi deb aytdim. Xolos, boshqa hech narsa deganim yo'q. Ay, ertalab uxlab qolgani uchun mushtlashding-ku. Shu yetmadimi senga? Yetmadi. Chunki uni deb yana jazolandik. Unda nega mayorga Murodni sotmading, ha? Xo'sh? Chunki men erkakman. Chaqimchi emas. Hoy yigitlar, bundan chiqdi, hech birimiz sotmadik. Erkak bo'lib qolmiz-da. Hey, qo'ya, bor yo'qol xonangga. Menga qara, ket. Bor, xonangga chiq. Xonangga ket. Bor, uxla. Ha. Hakim, nima qilyapsan? Ko'rmayapsanmi? Narsalarimni yig'ishtiryapman. Nima gap ertalabdan? Qayergadir ketyapsanmi? Kechagi qilgan ishimiz uchun baribir hammamiz haydalamiz. Haydashadi. Haydashganidan keyin men bir daqiqa ham qola olmayman. Nima? Hammasi tugadimi? Ha, tugadi. Xizmat qilib bo'ldik. Men ham narsalarimni yig'ishtiraymi shunda? Haydashsa baribir deyman-da. Hakimni o'zini haydashmaydi-ku. Tavba. Boshim. Mayli bolalar. Men ketdim. Hey, Mayli Murod. Tanishganimdan xursandman. Men ketdim. Hammaga rahmat. Jalol, bo'pti. Kirishga ruxsat eting. kiravering. Hurmatli polkovnik, Jaloliddin Manguberdi harbiy akademik litsey navbatchilik vaqtida hech qanaqangi ko'ngilsizlik voqea sodir bo'lmadi. Litsey bo'yicha navbatchi mayor Zokirov. Yaxshi, ketavering. Hurmatli polkovnik, bir masala bor edi. Qanaqa masala? Litseyimizni trassaga yaqin joyda daraxtzorda chiroq o'chibdi. Shuni almashtirish kerak edi. Chiroq o'chibdi? Qachon? Kecha aylanib yurganimda ko'zim tushdi. Chiroq bo'lmasa kamera harakatlarini yozmaydi. Shunga Yaxshi. Yaxshi aytdingiz. Mayli, bu bilan o'zim shug'ullanaman. Ketavering.
Xo'p bo'ladi. Ketishga ruxsat eting. Ruxsat. Xo'p bo'ladi. Oldimga kiring. Hurmatli o'quvchilar, kechagi qilgan ayblaring uchun bir marta yengil jazo bilan cheklanasizlar. Agar takrorlansa, haydalasizlar. Jamoadonini taxlab qo'yganim qopti-da. Agar afsuslanayotgan bo'lsang, haydash haqida buyruq chiqarib berishim mumkin. Yo'q, xursandligimdan aytdim. Xullas, ertaga tunda hamma bilim yurtining 4 ta burchagida navbatchilik qilasizlar. Sen esa kecha narsa olib kelganing uchun men aytgan joyda 2 kun navbatchilik qilasan. Tonggacha uxlash yo'q. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Ortga. Qadam bos. To'g'risini aytsam, o'sha payt meni erkakligim tutib ketib, men ham aybdorman degandim. Meni bu yerdan haydashganda edi, o'sha eski hayotimga qaytardim. Lekin bu ham o'xshamadi. Raqami nechi? 50-98. Mana, sog' bo'ling. Rahmat aka. Xo'p. Uzr aka. Xo'p, rahmat. Alo aka, 50-98. Bo'ldi, tushundim aka. Xullas bugun tonggacha navbatchisizlar. Maktab hududini qo'riqlaysizlar. Hamma o'ziga ajratilgan hududni qo'riqlaydi. O'zlaringni kechagi navbatchilar o'rniga qo'yib ko'ringlar. Mabodo sizlar ham kechagi navbatchilarni xatosini qilsalaring, haydalish jazosi o'z kuchida qoladi. Xullas, navbatchilik mas'uliyatini his qilish uchun bugun litsey hududida sizlar navbatchisizlar. Pashsha ham uchib o'tmasligi kerak. Tushunarlimi? Xuddi shunday. To'xta. Chapga. Bo'riyev. Men. Darvoza yonida sen navbatchilik qilasan. Xo'p bo'ladi. Guruh o'ngga. Qadam bos. To'xta. O'ngga. Abdiyev. Men. Sen shu yerda qolasan. Xo'p bo'ladi. Chapga. Qadam bos. To'xta. O'ngga. Turdiyev. Men. Sen shu yerda qolasan. Xo'p bo'ladi. Sobirov. Men. Sen burchakka bor. Xo'p bo'ladi. Matniyozov. Men. Sen men bilan yur. Xo'p bo'ladi. To'xta. Matniyozov. Men. Seni joying shu yerda. O'ylaymanki, uyaltirib qo'ymaysan. Xo'p bo'ladi. Xo'p, bu oxirgisi 56-14-68-07 0053 38-68 9-oy 23-yil. Voy.
Xo'sh. Qalay ketyapti? Hozircha yomon emas. Boshladikmi? Boshladik. Qani. Xo'p, qani. Ana. Hoppa! Bularni qara bularni. Senga gap yo'q. Rahmat. Andra. Ishonasanmi? Bundan keyin dam olish uchun ketish kerak. Buni qara, pullarni kelishini. Voy yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bularni qaragan kelishini. Voy yo'q, Mana. 30 ta quying. Parolni ayting. 5098. Iya, puli yo'q-ku buni. Nima? Puli yo'q? Ha, puli yo'q ekan. Yo'q, puli bor. Bilmadim, puli yo'q deb ko'rsatyapti-ku. Puli yo'q bo'lishi mumkin emas. Amaki, puli bo'lsa yechib olardim. Rostdan puli yo'qmi? Ha, amaki, tekshirdim. Yaxshilab tekshirdingmi? Ha, tekshirdim. Endi nima qilaman? Men bilmasam, bankka borib ko'ring. 47 million puli bor edi buni. Bilmadim. Kecha tashlashgan. Men bilmadim. Birdaniga yo'q bo'lib qolishi mumkinmi? Bankka borib tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bankka boraman. Nimasi endi? Murodning qilgan qilig'i biz uchun qimmatga tushdi. To'g'risini aytsam, men qorong'ulikdan qo'rqaman. Hozir esa qorong'ulikda qanday turganimni o'zim ham bilmayman. Ha? Soat nechi bo'ldi? Nima? Oy Jaloliddin, yo o'sha qilichni olib keladigan darajadagi yigit bo'ladi, yo bo'lmasa o'sha bilim yurtida suyagi qoladi. Tushundingmi? Bor. Mana senga. Omonatga shunaqa bo'ladi. Yetarli ketdik. Muslim, yaxshimisan? Shunaqa bo'ladi. Bekitib qo'ygan deb o'ylashyapti. Tushunarli. Sen ularni sotmagansan. Ular ozodlikda qolgan. Endi sen o'zingcha qilgan mardligingni jazosini chekyapsan mana. Rostini aytsangiz, o'zingizga yaxshi. Bo'lmasa, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 277-moddasi bilan jinoiy javobgarlikka tortilasiz. Sudlanasiz. Menimcha siz
kartadan pul yechib oladigan xakerlarga uchragansiz. Pulim? Axir meni pulim nima bo'ladi? Pulim. Uyingizdagilar bu kartadan ishlatisharmidi? Taka bo'lsa sut bersin deymizda. O'zbekchilikda shunaqa gap bor-ku. Ha, qo'mondon kubogida. Sizlar uchun bir haftalik ta'til, diplom va ko'plab sovrinlar bor. Eng asosiysi, bu musobaqada yaxshi qatnashgan o'quvchilarga guruh sardori bo'lish nasib etadi. Seni nozik tomoning jahling chiqqanda aqling ishlamay qoladi. Hayotda bo'lsa, hamma narsani kuch hal qilmaydi. To'g'ri, fikringga qo'shilaman. O'zim ham tushunaman. Inson birinchi o'zining kuchli va nozik tomonini bilib olishi kerak. Muslim, what are you thinking about? Muslim, hey. Hey Muslim. O'quv mashqlarida o'q sarfini kamaytirish. Ya'ni sizlar hozir bu yoqda o'rganasiz, qanaqa qilib otishni, mo'ljalga olishni o'rganasizlar. U yoqqa borgandan keyin bitta o'qni bitta mo'ljalga aniq urib berasiz.